O'zbek nomi O'zbekxondan yuzlab yillar oldin ham mavjud bo'lganini bilasizmi? Xo'sh, unda bu nom qayerdan kelib chiqqan? Mashhur sharqshunos Armeniy Vamberi va tarixiy manbalarning tasdiqlashicha, O'zbek so'zining asl ma'nosi o'ziga o'zi bek, ya'ni hech kimga qaram bo'lmagan, erkin inson deganidir. Va bilasizmi, Mo'g'ullar istilosidan ancha oldin buyuk Xorazmshoh Muhammad o'z o'g'liga aynan O'zbek deb ism qo'ygan. Demak, O'zbekxon bu ismni bizga bermagan. Aksincha, u bu qadimiy nomni bizning ajdodlarimizdan olgan bo'lishi mumkin. Unda nega butun millat uning nomi bilan atalib qoldi? Chunki 1313-yilda taxtga chiqqan O'zbekxon islomni davlat dini qilgan, nihoyatda adolatli hukmdor edi. Uning adolatidan faxrlangan 92 bovli turkiy qabilalar o'z ixtiyorlari bilan biz O'zbekning ulusimiz deb o'zlarini g'urur bilan atay boshlashgan. Bizning ismimiz avvaliga erkinlikni anglatsa, keyinchalik birlik va adolat timsoliga aylandi. Xo'sh, unda xalqqa ism bergan O'zbekxonning o'zi aslida kim edi? Tomirlarida Chingizxonning qoni oqayotgan bu hukmdor qanday qilib Oltin O'rdani islomga kiritdi? Va eng qizig'i,